Assalomu alaykum, men ismim Mahmud Jasurbek. Men tug'ilib oromgohga keldim. Biz bu yerda dam olyapmiz. Bu yerda hamma qulayliklar bor. Men Furqat tumanidan bu yerga birinchi marta kelishim. Men bu yerda tushish to'garakka qatnashyapman. Maza qilib dam olyapman. Yangi do'stlar orttiryapman. Vaqtimiz bu yerda zo'r va mazmunli o'tyapti. Xudo xolasa keyingi yil ham kelaman. Men Shodmonova Mushtaribonova Beshariq 1-maktabda o'qiyman. Men bu yerga 5-marta kelishim. Nega 5-marta kelishim desangiz, chunki bu yer menga juda ham yoqadi. Har xil mashg'ulotlar bor, to'garaklar, bayramlar va tadbirlar o'tkaziladi. Ustozlarimiz ham juda ham yoqadi. Bu yerda do'stlarimiz bilan yozgi ta'tilni maroqli o'tkazyapmiz. Men tengdoshlarimni shunday salqin oromgohda dam olishlarini tilayman.